Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Sizlarga Aripov 92 Gavayidan aloqaga chiqyapti. Kecha bizani alyansimizda, UZB bir alyansida teatr boshlandi Gavayida. Bu Gavayiga biz birinchi yildan keldik. Bugun sizlarga bir ikkita ma'lumotlar, bir ikkita maslahatlar beraman. O'zimizni mana shu ko'rgan kechirganlarimizdan deydi-yu. Karta juda qiziq. Hozir ko'rib chiqamiz bir ikkita narsalarni. Keyingi bosqichlarni yana boshqa videolarda ko'raveramiz. Xo'p, boshidan boshlaymiz unda. Demak, men kecha kun almashishi bilan srazu kirdim o'yinga, o'yinda edim, onlaynida. Mana Mashi qishloqda chiqdim, Mashi qishloqga tushdim. Mana shu yerga biz shtab qurdik. Mana shu yerga. Hozir shtabimizni u yoqdagi ko'chirilgani sababini tushuntiraman. Shtab mana shu yerga qurdik mana shu birinchi o'rinda Fordni mana ko'ryapsizlar, первый уровень, уровень 1. Buni tayyor qilib qo'yish uchun Fordga yaqin qilib shtab qurdik. Mana xudo xolasa bu bir sutkada ochiladi degan 15 soat qoldi unga ham. Birinchi ochiladigan Ford mana shu. Mana shu Fordga mo'ljal qilaverasizlar. Birinchi bo'lib shu ochiladi. Mana pastga qarab qurilishlarimizni olib ketyapmiz. Xo'p, endi qaranglar. Yengilliklardan endi kimdadir qanaqadir ma'lumot bor. Men sizlarga to'liq ma'lumot beraman. Demak, teatr boshlanishi bilan, endi bu Amerika vaqti bilan soat kechqurun 8 edi. Sizlarda azonda 5 bo'ladi O'zbekistonda. Boshlanishi bilan mana bu hudud suvdagisi. Очистная станция 1. Mana bu yerda lavовый zavod 1. Mana shu ikkita hudud ochilishiga 1 soat vaqt berar ekan. Ya'ni teatr boshlandi, sizlarda 1 soat vaqt bo'ladi mana shu hududlar ochilishiga. Mana bizani safe zona mana ko'ryapsizlar, mana bundoq ketgan. Mana shu bizani safe zona va shu safe zonamizga yaqin bo'lgan mana shu ikkitasi bizga tegishli. Bu Gegemonga o'xshab sentr, Gegemonda sentrni olardik-ku zahvat qilib. Xuddi o'shanaqa mazmun jihatdan o'sha narsa. Demak, 1 soatda ochiladi, ochilgandan keyin 1 soat mana shu hududda bo'lib berishingiz kerak egallash uchun. Buni egallaganga ochkolar beradi, ularni hozir ko'rsataman. Demak, kemalar bilan kelasizlar. Bu yerga baza qo'yib bo'lmaydi. Baza mana safe zonani u yog'ida bo'laveradi. Bu yerga o'sha gruppa qilib kelishni maslahat beraman. Dushmanlarni urib turib, mana shu yoqda bo'lib turishingiz kerak. Qancha ko'p bo'lsanglar, shuncha ko'p ochko olasizlar. Oxirida eng ko'p ochko yig'gan alyansga o'tib ketadi bu stansiya, очистная stansiya. Xuddi shu narsa bu yoqda ham bo'ladi, quruqlikda ham bo'ladi. Endi biz shtabni bu yoqda qurayotganimiz uchun ko'pchilik bu yerda edi. Bir ikkita narsalarni hali tushunmasdik, bilmasdik. Mana sizlarga maslahat. Iloji bo'lsa, quruqlikda o'sha tanklari, katyushalari yaxshi bo'lgan o'yinchilar ikkita, uchta gruppa qilib quruqlikka gruppani tashlab ketinglar. Mana bu tashlab gruppani bu ochilgunchada 1 soat vaqtingiz bo'ladi tayyorgarlik ko'rishga. Gruppani qo'yib ketsanglar, borib, misol shtabinglar qayerda bo'lsa, o'sha yerda qurilish qilaverasizlar. Xuddi shu narsa bu yoqqa ham tegishli. Kemalarni to'ldirib, gruppa 2-3 ta mana bu yoqqa qo'yib qo'yish kerak, yaqin qilib, ochilishi bilan kirib turib olasizlar. Chegarada turib turasizlar, ochildi, srazu kirasizlar. Qurilishinglarni boshqa qayerda bo'lsa qilaverasizlar. Chunki agar texnikalar o'lib qolsa, misol dushman taraf ko'proq kuchliroq bo'lib sizlarni uchirib yuborsa, to sizlar mana bu yo'lda qurilishlar qilayotgan bo'lsanglar, o'tdan yana gruppa kemalarni yig'ib terib kelguninglarcha bular ancha narsa yig'ib oladi, ochko. O'yinchilar aktiv yaxshi bo'lsa, iloji bo'lsa, mana bu yoqqa bazalarni qo'yib olish kerak, bu yoqqa va bu yoqqa. Endi buni bosib olishdan nima foyda? Xo'p, buni bosib olganda, hozir men sizlarga ko'rsataman. Mana bu teatrda, Gavayi teatrida mana bu narsa qo'shildi mana. Промежуточный подсчет. Mana shu промежуточный подсчетda mana hozir UZB birinchi o'rinda.
13 ochko, reputatsiya 90 ming. Deo ikkinchi o'rinda 13 ochko, 75.290. Mana shunga ochko beradi. Ya'ni bu teatrda endi mana bizani oldingi o'ynab yurgan teatrlarimizda oxirida o'sha alyanslarning reputatsiyalari ko'rib chiqilardi. Bu yerda birinchi bosqich bor, endi ikkinchi bosqich bor. To есть mana 5 kundan keyin kim yutdi, kim yutqizdi birinchi bosqichda aniqlanadi. Keyin ikkinchi bosqichda yana boshlanadi соревнование deydi-yu. Shunga ochkolarga qarab, mana shu ochkolarni olish uchun o'sha ikkita joyni olib olishinglar kerak. Bular yaxshi ochko beradi. Endi biza shtabni bu yoqqa ko'chirganimizga sabab mana shu yerga bitta aeroport qurib olyapmiz. Aeroport qurib olib, уже boshqa asosiy qurilishlarimizni quramiz. Shtabni mana bu yoqqa olib kelib qo'yamiz, qaytarib. Xudo xolasa Ford ochilsa, keyin u yoqqa jang qilib ketamiz. Mana keyin bu hudud, mana shu 2 kun 7 soatdan keyin ochilsa, bu yoqqa shundoq sakrab, gruppalarni qilib, yana 1 soat shu yerda o'ynaymiz. Bosib olib, yana qaytib ketursak bo'ladi boshqa ishlarga. O'shanga bu yerga aeroport qurib qo'yamiz. Endi sizlar ham ko'ringlar, kimga qanaqa. Misol, suvdan mana bunaqa qishloqlarni 20 ta qishloq qurib kelgandan ko'ra bitta aeroport qurib qo'ysa bo'ldi. Chunki mana shu hudud bizga kerak emas. Bu safe zonada. Bu yerda necha kun bu yoq kerak emas. Foydasi yo'q bu territoriyalarga bekorga alyans resursini ketkizib quruqlik qilishchi. Xo'p, bu birinchi maslahat sizlarga. Demak, mana shu ikkita joyga e'tibor berish. Endi yana bir narsa bor. Bu yerda muhim bitta narsa bor. Qaranglar mana. Mana bu fortni ochilishiga 15 soat qolgan. Endi bu bir kun edi o'zi, bir sutka. Mana bu fortni, bu mana ikkinchi уровень ko'ryapsizlar. Fort уровень 2. Bu fortni ochilishiga 6 kun 23 soat. Как общий 8 kun edi bu. Bor. Bu nima degani? Mana shu joyga e'tibor beringlar. Mana bu ochilsa, mana bu fort ochilganda, mana bizani o'ynashimiz mumkin bo'lgan hudud mana bu to'rtburchak hudud bo'ladi mana shu. Mana blindajgacha bo'lgan, mana shu to'rtburchak hudud bo'ladi. Mana ikkinchi уровеньlar yopiq. Mana ikkita chetdagi ikkinchi уровеньlar yopiq. Mana bu ikkita birinchi уровеньlar ochiladi va mana bu blindajgacha bo'lgan mana shu to'rtburchak hududgina o'ynaladi. Bir hafta mana shu hududda bo'lamiz. Endi qaranglar. Bu hudud bizga ochiladi va chap tarafimizdagi mana Kind Mir alyansiga ochiladi. Bo'ldi. Boshqalar bu yerda bo'lmaydi. Bu nima degani? Agar sizlar yoninglardagi alyans bilan soyuz bo'lsanglar, agar sizlar mana bu yerda 8 kun, bir hafta bir-biringlar bilan endi urushmaysizlar-da, bekorchilik bo'ladi. Jang bo'lmaydi xullas. Faqat shu mana bu ochilganda, ito bu soyuznikilar bo'lsa, mana ham kelishish kerak bo'ladi. Bu gal men oliy, keyin gal sen olgin bo'ladi-da, misol uchun. Mana bu yerda jang bo'ladi. Agar buni ham soyuz qilib olsanglar, mana ham unda mana ham kelishib o'tirishinglar kerak bo'ladi. Biz o'shanga bularni ham dushman qildik. Mana bu ochilsa mana 15 soatdan keyin shu to'rtburchak hududda shu yerdan blindajgacha maqsad borib olish. Mana shu blindaj bilan shu fort birri orasi borib olish, mana bu перевалочный fortni olish. Mana shu bizning asosiy vazifa. Shunga полный jang bo'ladi. Keyin e'tibor beringlar, mana suv qancha, quruqlik qancha. Birinchi bosqichda. Kemalarga qattiq e'tibor beringlar. Полный kemada, полный suvda jang bo'ladi bu. Xo'p. Keyin уже mana bu blindaj ochilsa, bu ham o'zi keyin ochiladi. Ikkinchi bosqichda bu fort ochiladi. Mana bu fort va mana bu fort. Ikkinchi darajali fortlar ochilsa, sizlarda уже butun karta bo'ylab sentri atrofida dostуп bo'ladi. Bizada mana UZB alyansi bu yerda bo'lsa, bu yerda TNT dushmanlarimiz, bu yoqda mana 10 NM bular soyuzniklar, oldingi teatrda ham birga o'ynaganmiz. Yaxshi zo'r alyans. Bu yoqda Bro alyansi, mana bular ham soyuzniklar. Bularni mana shu 10 NM maslahat qildi, yaxshi o'yinchilar deb. Xo'p, NI dushmanlarimiz. Bu yoqda mana KDTX bizani soyuz bu ham. Va mana bu yoqda Deo dushman, mana bu Kind ham dushman. To'rga to'r. Yaxshi. Koalitsiya degan narsa yo'q aytgancha. Koalitsiya yo'q. Oddiy o'sha har doimgidek to'rga to'r bo'lyapti. Xo'p. Tushundinglar? Demak, mana bu ikkita joyga
e'tibor beramiz ochko yig'ish uchun va fort ochilganda mana mana shu o'rtada jang bo'ladi. O'shanga mana buni o'ylab ko'ringlar. Yoninglardagi alyans bilan dushman bo'lish, do'st bo'lish. Dushman bo'lsanglar bir hafta maza qilib jang qilasizlar. Do'st bo'lsanglar o'tirasizlar mana bu ikkinchi urovnyli fortlarni ochilishini kutib. Shunaqa, xudo xolasa yaxshi boshlab oldik, yaxshi ketyapmiz. Qani, u yog'iga yana videolar kutib qolinglar, yengilliklarni post qilib turaman обязательно. Ha, aytgancha, nimalar bo'yicha aytaman. Yengillik mana bu yerda boевой руководство для тропиков degan narsa bor ekan. Mana bu narsalarni missiyalar bajarilganda berar ekan buni. Bu yerda mana sizlarga har xil baflar, qo'shimcha baflar xullas mana. Misol 8% огневая мощь, 4% ОЗ, усиление навыков подразделения на карте офицеров va hokazo. Har xil baflar. Bular mana shu missiyalarni bajarganda beryapti. Tak, missiya alyansi. Hozir bitta missiyani oldim, o'sha yerda beruvdi komandirligida. Shunaqa, mana bu yoqda ham beryapti. Mana shu boyagi bonuslar, baflar. Endi kun o'tgan sari keyingi bosqichlarda yana gaplashib ketaveramiz. Xo'p. Bu yoqda ham yaxshi ketyapmiz. Mana reputatsiya alyansi. Hozir shtabimizni nariyoqqa o'tkazib olsak, уже hammasi joy-joyida bo'ladi. Yana chiqib olamiz tepaga. Пока hammasi yaxshi, normal. Alyansimiz teatri yaxshi boshladi. Hammaga omad, sog' bo'linglar. Keyingi videolarda yana ko'rishamiz.